Bugun asosiy matematikaga tushgan savollardan birini ko'rishda davom etamiz. Demak, ungacha sahifamizga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlaymiz. Demak, ketdik. Demak, mana bu yerda 3 bo'ladigan bo'lsa, bu yog'i ham 3 bo'ladi va BC tomonimiz 6 ga teng. Xo'p, BM ni demak Pifagor qilib topa olamiz. 2,5 kvadrati 6,5 kvadrati bizga bu 6,5 degan javob kelib chiqadi. Xo'p, unday bo'lsa, demak 3 burchagini chizib olamiz va yuzasini topamiz. Xo'p, unaqa bo'lsa, asosi ko'paytirilgan o'sha balandligi va 1/2. Demak, bizga bu 6,5 degan javob kelib chiqadi. Endi AB M to'rtburchakning yuzini topishimiz uchun bizga kerak bo'ladi chizmani qaytadan chizishimiz. Xo'p, chizmani qaytadan chizib olsak, bu yoqni S deymiz, S1, S2. Demak, S bizga S1 plus S2 ga teng bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, 2S trapeziya yuzasi bo'ladi. Xo'p, 2 ko'paytirilgan BKM barobar 13 ga, ya'ni 6,5 edi-ku avval. Xo'p, endi ABCD to'rtburchakning yuzasi bizga mana bu trapeziya va uchburchakdan iborat. 13 plusdan 6 ko'paytirilgan 2,5 taqsim 2. Demak, bizga 20,5 degan javob kelib chiqar ekan. Demak, C javob ekan.